Deyarli har kuni konsultatsiyamiz bor. Ko'pincha shu ajrashaman deb kelgan ayollar bilan gaplashganimda sababini so'rayman. Ular sababini aytadiki, erim menga befarq deydi. Ko'p holatlarda befarq deydi. Xo'p, nima qilib befarq? Nimasi sizga ta'sir qiladi desam, men bilan ishlari yo'q. Ertalab ketib kechqurun kelganlarda ham telefon bilan bandlar. Qiziqmaylar umuman. Oilam, bolalarim, o'zimcha gapiraman, devorga gapirgandek bo'laman. Nimaga kerak, men yashamayman, to'yib ketdim, kuchim yetmadi deydi. Aksariyat shunaqa suhbatlar. Shunda men aytaman, xo'p, bunga qachon boshlandi mana shu befarqlik? Keyin o'ylab qolishadi. Ancha bo'ldi deyishadi. Undan oldin sizga e'tiborlimidilar? Boshida yaxshi yashaganmiz, bolalar tug'ilgandan keyin endi shunaqa bo'ldi deydi. Bu qanaqadir standart suhbatlarda azizim, erkak kishi befarqligi ayolga juda ham og'ir botadi. Mana shu ayollarni qalban his qilaman, chunki o'zim ham oilaliman, o'zim ham turmush o'rtog'imda shunaqa vaqtlar bo'lgan, lekin buni albatta bir analiz qilib ko'rish kerak deyman va birgalashib o'tirib biz buni ko'rib chiqamiz, tahlil qilamiz. Ya'ni turmush o'rtoqlari nima bilan shug'ullanadilar? Asosiy vaqtlar nimaga ketadi? Ularning qiziqishlari qanaqa? Bu qiziqishlar sizni qiziqishlaringiz bilan birga mos keladimi, kelmaydimi? Oila, ro'zg'or masalalarida ularning o'rinlari, rollari qanaqa? Ular nuqtai nazaridan, sizni nuqtai nazaringiz. Xullas shunaqa qilib tahliliy qilganimizdan keyin ishoning, alhamdulillah, mana shunaqa fikrdagilarni 99%da fikridan qaytgan paytlar bu meni xursand qiladi. Nega? Chunki ayolga doimo e'tibor kerak. Bu e'tibor, bu mehr xuddi gulga berilayotgan quyosh mehri, yorug'ligi bordek tuyuladi. Buni shunaqa o'xshatish mumkin. Yana bir gap borki, erkak parvarish qilsa, ayol parivash bo'ladi deydi. Siz parivash bo'lishingiz nafaqat erkakka bog'liq, balki o'zimizning ham fazilatlarimizga, sa'y-harakatlarimizga bog'liq deb aytaman va kerakli tavsiyalarni beraman. Alhamdulillah, behisob shukr, amal qilganlarning hayoti chiroyli davom etyapti. Hamisha quyosh yorqin emas, shamollar bo'lib turadi, bulutlar kelib turadi, lekin muhimi quyosh bor. Quyosh isitadi, ilitadi va birgalashib rivojlanish bo'ladi. Demak, erkak bee'tibor bo'lishiga ko'pincha o'zimiz ham sababchi bo'lib qolamiz azizim.